firibgar moshenstvolardan juda ham ehtiyot bo'ling. Hozirgi kunda hammamizni Telegram kanalimizga mana bu rasmlar kelyapti. Rasmda o'g'ayningizga yoki do'stingizga yo ukangizga yo akangizga ovoz bering, yaxshi ota, yaxshi ona degan shunaqa rasm kelyapti. Shaxsan o'zim ham birinchi o'zimni o'g'aynimdan kelganlik uchun, jo'ramdan kelganlik uchun, jo'ramga ovoz berib qo'yaylik deb kirsam, moshenstvo ekan, firibgarlik ekan. Bosasiz, sizga qanaqadir kod keladi, tasdiqlash shunday bosganingizda sizni barcha ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlaringizga kirib va sizni shaxsiy boshqa akkauntlaringizga kirib 100% kartadagi pullar yechiladi va Telegram kanalingizga kirib olishadida xuddi mana shunaqa fayllarni sizning nomingizdan jo'natib juda kutilmagan katta muammolarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunaqa keladigan fayllardan ehtiyot bo'linglar. Buni bizga shaxsan Jizzax viloyat ichki ishlar xodimlari iltimos qilishdi. Zudlik bilan shu videoni qo'yib bering deyishdi va ushbu narsani oldini olish uchun bizga qo'llanma tashib berishdi. O'sha qo'llanmani Telegram kanaliga qo'yib beryapmiz. Bizni Telegram kanalimizga kiring va ichki ishlar tomonidan programma qilingan Play Marketdan tortib olasiz. To'liq tushuntirib o'tishgan. Mana shu programmani to'liq tushuntirib o'tishgan. Agar sizga shunaqa fayllar kelib qolsa, bu fayllarni ochmaydi. Buni Telegram kanaliga qo'yib beryapmiz. Sababi video vaqti sal ko'proq bo'lganligi uchun o'sha kanalimizdan olasiz. Bu birinchi firibgarlik yo'li. Ikkinchi firibgarlik yo'li esa sizni videongizni topib oldim. Mana bu rasm siznikimi deganga o'xshash rasmlar ham kelib turibdi Telegram. Aslo ocha ko'rmanglar. Sanaqa faylli rasmlar kelsa, sirazi akkaunti bilan birga udalit qilib tashlaylik. Bunaqa ma'lumotlarni bilib turish uchun esa albatta MBN sahifamizga obuna bo'lib, sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.